Qarangki, husnul xuluq shunday bir amalki, namoz, e'tibor qiling yigitlar, ro'za, zakot, hatto hofiz Qur'on bo'lsangiz ham hech birlari husnul xuluqni vaznida vaznga siz ega qola olmaydi. Ya'ni husnul xuluq qiyomatda eng tarozi bosadigan amal bo'ladi. Takrorlaymiz. Namozdan ham siz namozda turibsiz. Hozir men ro'zadorsiz, to'g'rimi? Hajga borgansiz, borasiz. Ichingizda mana hofizlari bor. Mana shu amallar, shariatimizdagi amallarning ichida eng buyuk tarozini bosib qo'yadigan, mizoni hasonatingizni boyitadigan amal nima deyilsa, biri sizdan so'rasa yoki o'zingiz uchun biling, bu husnul xulq ekan. Husnul xulq amallarning ichida eng nimasidir? Boyidir, eng mo'lidir. Mizoni hasonatingizni ko'paytirib, jannatga kirishingizga sababchi bo'ladigan go'zal amaldir. Va payg'ambar alayhissalatu vassalom ham aytdilar. Sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, bandani jannatga kirgizuvchi amallarning eng afzali qaysi?" deganlarida at-taqvo va husnul xulq dedilar. Taqvodor jannatga kiradi, husnul xulq sohibi jannatga kiradi. Yana husnul xulqning shunaqangi bir darajotlari borki, kim payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan jannatda yonlarida bo'lgisi keladi? Qo'l ko'tarsinchi. Hamma birlari ikki qo'l ko'taryapti. Qarang, hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lgimiz keladi va birga bo'lgimiz keladi. Ilohim birga bo'laylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari sizlarga, bizlarga husnu xuluqingiz bor dedilar, u men bilan jannatda dedilar. Eshitdingizmi? Kim husnu xuluq sohibi xursand bo'lsin, sevinsin, men ertaga jannatda nafaqat jannatning tepasida, balkim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'laman deya mana shu zavqda yuring. Husnul xulqqa ega bo'lingki, axloqingizni go'zal qilingki, payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlari va'da berdilar. Inna aqrabakum ilayya va ahabbakum ilayya dedilar so'zlarning avvallarida. Menga eng suyuklilaringiz va majlisda, ya'ni qiyomatda payg'ambar alayhissalatu vassalomni qarang maqomlariga, deylik qasrlariga eng yaqinlaringiz dedilar. Husnul xulq sohibi bo'lganlaringiz, go'zal axloqli bo'lganlaringiz meni yonimda dedilar. Ko'rdingizda? Va ana dominun dedilar. Yana bir hadis sharifda. Men albatta shuni Rasululloh domin deganligini bilasizmi degan. Javobgar deganlik. O ana kafil deyaptilar. Men kafolat beraman dedilar. Qaysi bir qarang. Yana kafolat nimaga? Jannatni eng a'lal jannat dedilar. Jannatni eng tepasida bir qasr bor. O'sha qasrni men kafolatini beraman, ichingizda husnul xulq sohibi bo'lganlaringizga dedilar. Demak, husnul xulq sohibi shuni bilsin. Go'zal axloqli bo'lgan mu'minlarimiz bugun shuni bilsinki, birinchi mizoni hasonatingizni boyitadigan bu go'zal xulqdir. Fe'l atvoringizni go'zal qiling, ana o'sha mizoni hasanatda boy siz bo'lasiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning yonlarida turuvchi siz bo'lasiz. Va o'sha va'da qilingan jannatning eng yuqorisidagi qasrga kiruvchi siz bo'lasiz. Bu mana shunday va'da qilingan bir buyuk maqomdir, husnul xulq. O'zi payg'ambar alayhissalatu vassalom payg'ambar bo'lib kelganliklarini shunday bayon qiladilar. Innama bu'istu makarimal axloq va kama qala alayhissalatu vassalom. Men balki payg'ambar etilib, payg'ambar qilinib yuborishligimning birdan bir sababi husnul xulqlarni, yaxshi fe'l atvorlarni komil qilib mukammal qilishlik uchun yuborildim deydilar. Ya'ni risolatning asosiy negizi shu dunyoda husnul xulq, go'zal axloqlar. Go'zal axloqli bo'laylik bugun, ayniqsa bizga imkon bor bu Ramazon-i sharifda.